hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishlarini qizg'in qarshi olamiz. Washingtonda inson haqlari faoliyatchilari Beijing 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilish faoliyatini tashkillab, xalqaro jamiyat va xalqarodagi davlatlarni Beijing 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga da'vat qildi. Faoliyatga Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati va Tibet mustaqillik faoliyatchilari qatnashdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi mundaq dedi: "Yaxshimisilar ko'pchilik. Navbatdagi xatar komediyasining bu qitimqi faoliyatni o'rinlashtirganligiga va bu faoliyatga qatnashgan har kimga rahmat aytaman. 1933 yili Germaniyadagi natsist rejimi minglagan insonlarni lagerlarga qamashqa boshlagan. Keyin nayda tezlik kengayib millionlagan insonlarni tutqun qilgan. U vaqtdagi Xalqaro Olimpik komiteti natsist rejimining bu vahshiyligiga qaramay 1936 yili o'tkaziladigan Olimpik tantarbiya musobaqasining Berlinda o'tkazilib, natsistlarning sahifxonlik qilishiga yo'l qo'ygan. Shu orqali ularga xalqaroliq sahna hozirlab, natsistlarning texmo vahshiylik yurgizishiga yeshil chiroq yoqib bergan. Natijada cho'ng qirg'inchilikqa aylangan, ya'ni 6 million va ya uningdan ko'p yahudi qirg'in qilingan. Dünya rahbarlari irqiy qirg'inchilikni yansitgandan hamon keyin xalqaro jamoat asla qaytalanmaslik, ya'ni dunyoning hech qanday bir yerda bunday irqiy qirg'inchilikning qayta yuz bermasligiga va'da qildi. Yana texe dunyo rahbarlari bu va'dasini doim takrorladi. Ammo bugun Sharq Turkistonda asla qaytalanmasin degan irqiy qirg'inchilik takror yuz bermoqda. Xalqaro Olimpik tantarbiya komiteti Xitoyning 2022 yillik Olimpik tantarbiya musobaqasini o'tkazish uchun sahna hozirlab xatoligini takrorlamoqda. Bu Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatini davomlashtirishiga jasorat ato qilib qolmay, ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda uzun yil irqiy qirg'inchilik yurgizishiga yeshil chiroq yoqib berdi. Xalqaro Olimpik komiteti inson haqlariga ahamiyat bersa, xalqaroliq asosiy o'lchamga tayanib, Olimpik tantarbiya musobaqasiga sahifxonlik qilgan davlatlarni tanlaydi. Olimpik tantarbiya yig'inini o'tkazgan Xitoy Kompartiya rejimi dunyoda eng og'ir rejim. Xitoy Sharq Turkistonda vahshiy irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. 1936 yildagi Germaniyaga kelsak, xalqaro jamoat va davlat hukumatlari nodonligini his qilib, o'zining yuz bergan irqiy qirg'inchilikni bilmaganligini bahona qilib turib oldi. Hozir Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va boshqa turkiy xalqlardan Xitoyning Aqtoshliq kitobida 2020 yili xotirlangan ma'lumotlarga asoslanganda har yili 1 million 2900 nafar inson 2014 yildan 2020 yilgacha jami 7 million 900 ming nafar inson Nazilarning kamplaridan farqsiz Xitoy jazo lagerlariga qamalib va u yerda turli qiynash, sistemlik bosqinchilik qilish, organlarini sug'urib olish, o'ldirish qatorliq turli og'ir dafsanchiliklarga uchramoqda. Dunyo qayta takrorlanmasin va'dasiga amal qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilmasa, har yili cho'ng qirg'inchilikni xotirlaydi. Biz Xalqaro Olimpik tantarbiya komitetidan 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini Norvegiyaning Oslo shahrida va ya Qozog'istonda o'tkazishni talab qilamiz. Biz xalqaro jamiyat bo'libmi xalqarodagi davlat hukumatlaridan irqiy qirg'inchilik o'yinlarini boykot qilishni talab qilamiz. Asr davlatlar haftasini kutib olish oldida turibdimiz. Sharq Turkiston asr davlatlar tizimligiga texnik kirgizilmadi. Biz Amerika boshchiligidagi xalqarodagi davlatlardan Xitoy ishg'ol qilib irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Sharq Turkistonni asr davlatlar tizimligiga kirgizishini umid qilamiz. Bayden hukumati seshanba kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa doir faktlarning ko'payayotganligini ta'kidlab, Sharq Turkistondagi ta'minlash zanjiri va mablag' selish bilan munosabati bor korxonalarni qonuniy oqibatga qiladiganligi haqida ogohlantirdi. Davlat ishlari mahkamasi, moliya, savdo, davlat ishi bexatarligi, emgak, Amerika savdo vakil ishxonasi birlikda e'lon qilgan Sharq Turkiston ta'minlash zanjiri savdo maslahatchiligi dokladida mablag'i Sharq Turkistonga chetishliq bo'lgan ta'minlash zanjiridan chiqmaydigan korxona va shaxslar Amerikaning qonuniga xiloflik qilish xavfiga duch keladi. Agar ularning tijorati Xitoy hukumati bilan vositalik bog'lansa, yangi maslahatchilar Amerika qonuniga xiloflik qilish ehtimolligini gavdalantirish orqali
şirketlerge ogohlantirishni kuchaytirdi deyildi. Amerika Davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi Ned Price seshanba kundagi bayonotida Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan qozoq, qirg'iz, o'zbek va boshqa turkiy xalqlarni nishonlab ig'ir ziyonkashlik qilayotganligini, bu ziyonkashliklarning qattiq nazorat qilish, majburiy emgakka selish, nupusni kontrol qilish, bolalarni oilasidan ayirib etish, keng ko'lamda tutib turish va boshqa turli kishilik huquq dafsanchiligini o'z ichiga oladiganligini ta'kidladi. Xitoyning Washingtondagi bosh elchisi CNBC televiziyasining bu vaqtdagi qarashlari to'g'risida so'ralgan savoliga javob bermadi. Juma kuni Bayden hukumati Sharq Turkistondagi majburiy emgak va yuqori texnikalik nazorat qilish sistemasiga munosabatli deb qaralgan 14 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizgan. Ilgari Amerika tamojna va chegara mudofaasi bir qism quyosh energiyasi asliyalarining import qilinishini cheklagan edi. Bayden hukumatining jazosi Yevropa Birligi, Angliya va Kanadaning Xitoyga qarata qo'llangan harakatlarini to'liqlaydi. Wall Street jurnali Xitoy Sharq Turkistondagi savdogarlarni tutqun qilib, turma va lagerlarga qamadi. Ularning nazarida hammamiz gunohkor sarlavlik maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada ro'naq topgan Uyg'ur tijoratchilarining tutqun qilinib, turmaga qamalish ahvolini bayon qilgan. Uy milk tijorati bilan shug'ullangan Sadir Eli 2018-yili qo'lga ilinishdan xabari yo'q. Tijoratimi o'ngishliq, xotirjam bo'lib, qiziga Massachusetts shtatidan uy olib berishga va'da bergan edi. Uzun o'tmay Xitoy tarafidan bo'lguncha deb qaralinib qo'lga ilingan. Uning ayoli Mariya Muhammad yo'ldishining hech qanday siyosatga aralashmaydiganligini, faqat boy bir savdogar bo'lg'achqa Xitoyning zarba berish nishoniga aylanib qolganligini aytgan. Ayolining aytishicha, u shaharlik bankida ishlaydigan bo'lib, 2000-yillarning beshida xizmatdan voz kechib, eksport ishlarini boshlab, bolalarni chet el universitetlariga avatish uchun yetarli mablag' to'plashni umid qilgan. Otishdagi boshqa baylarga o'xshash namratlarga yordam qilgan va masjid selish uchun baylar bilan pul biriktirib mablag' yig'gan. Ba'zida islom sadiqasining bir xil shakli bo'lgan bevosita iyona qilgandan boshqa shaharning baylari bilan kimartoq savdosi va tantanaviy faoliyatlari olib berish orqali pul yig'ib, to'y qilmaganlarning ketarli xarajati va maktabda o'qish haqqini to'lagan. Husnixat musobaqasi va san'at ko'rgazmalarini o'z ichiga olgan Uyg'ur madaniyat turlarining himoyachisiga aylangan. Qizining aytishicha, 2018-yili Sadir Eli apandi Ramazonda 10 atrofidagi kishini uyga taklif qilganlik uchun qo'lga ilingan. Keyin 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoy nima uchun tutqun qilganligini aytmagan. Sadir Eli apandining taqdiri Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga nachar muomala qilganligini gavdalantirdi. Xitoy amaldorlari bilan Uyg'ur fuqarolari orasida ko'riklik rol o'ynaganligi uchun tanlangan Uyg'ur savdogarlarini tutqun qilgan. Ba'zi olimlarning qarashicha, boy Uyg'ur savdogarlari Xitoy xalqi bilan Uyg'ur xalqi orasidagi farqni kichiklatishda muhim rol o'ynagan. Bu farq strategik hayotiy kuchga ega bo'lib, Xi Jinpingning Millatlar ittifoqligi va assimilyatsiya qilish tashabbusi ostida ijtimoiy kontrollikni Sharq Turkistonda yurgizgan siyosatlarining muhim nuqtasi qilgan. Amerika va boshqa davlatlardagi parlament a'zolari Xitoyning siyosatini irqiy qirg'inchilik deb tasvirladi. Uyg'ur hijobining xabariga qaraganda, Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalarida g'oyib bo'lgan shaxslarning sonliq ma'lumot omborida iz qo'g'langan 4572 nafar kishining 5dan biri degidek shaxsiy savdo bilan shug'ullandi ekan. Beijingning barliq Uyg'urlar va boshqa turk musulmonlarini yoshirin bexatarlik tahdidi deb qarab qo'llangan bexatarlik tadbirlari gumon paydo qilgan bo'lsa-mu, ammo ba'zi savdogarlarning nima uchun hujumga uchraganligini, ba'zilarining qutulib qolganligini bilgili bo'lmaydi. Qo'lga ilingan Uyg'urlarga oid uchurlar, jumladan ayblangan jinoyatchilar to'g'risidagi tafsilotlar ommaga nihoyatda oz ta'minlanadi. Ba'zida hatto oila a'zolarimi tuqqanlarining nima uchun qo'lga ilinganligini bilmaydi. Qo'lga ilinishning sabablari Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni keng ko'lamda bostirishi. Sadir Eli apandining yurti savdo sanoatini qo'llaydigan shahar Atush. Uyg'ur savdogarlarining o'z jamiyatining ishonchiga erishish bilan birga Xitoy hukumati bilan qanday qilib do'stona munosabat o'rnata oladiganligini ko'rsatadigan Qirg'iziston bilan chegaralanadigan bu shahar siyosatga qaraganda savdoga bakrak ko'ngil bo'ladigan eglik tiklaguvchilarni yetishtirgan.
Şərq Türkistanның başqa joylariga selishtirganda aholilarning pasport elishi bir qadar oson. 2014-yili butun Şərq Türkistan miqyosida kontrol qilish kuchaygan. Ayni vaqtda 1 yil ichida qo'lga elishni 1 haftaga yaqin oshirgan. 3 yildan keyin Uyg'ur savdo xo'jayinlari qamalgan jazo lagerlari va keng ko'lamli tutib turish o'rinlari selingan. Xitoy doiralari yana qosh tishi, halol yemeklik va boshqa tovarlarni sotadigan dangliq savdogarlarni qo'lga olgan. Atishda tug'ilgan savdogar Musa Imom Sharq Turkistonning eng dangliq shirkatlaridan biri Ixlosni qurgan. O'g'li Mustafa Musaning aytishicha, Talla bozorining alohida ijozatli tijorat shirkati bo'lishi, oilasidagilarning hammasining jinoyat o'tkazish tarixining siyosatga aralashish yoki ommaviy tartibga daxli ta'ruz yetkazish qilmishining yo'q bo'lishiga qaramay, Musa Imom 17 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasi bu to'g'riliq hech qanday baho bermagan. Musa apandiga o'xshash sarxil Uyg'ur savdogarlari hukumatni o'ch ko'rishning o'rniga Xitoy hukmronlik qilgan jamiyatda qanday yashashni o'ylashini umid qilgan. Hozir jazolanayotgan bir qism savdogarlar faqat bir necha yil ilgari hukumatning maqtashiga sazovor bo'lgan. Eksport ishlari bilan shug'ullangan Uyg'ur savdogari Abdujalil Hilinga Xitoy 2015-yili Xitoycha alohidlikka ega sotsializmning munavvar qurg'uvchisi deb nom bergan. Wall Street jurnali ko'rgan hujjatga qaraganda 2018-yili 7-oyda Abdujalil Hili apandi terrorlik faoliyatlarini iqtisodiy jihatdan qo'llagan deb qaralinib, 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Qashqar sudi yana uning shirkatiga $770 ming 5 million yuan jarimani qo'ygan va shaxsiy mol-mulkidan taxminan $11 million elib olgan. Chet eldagi tuqqanlari Qashqar O'rta xalq sud mahkamasi va Qashqar shaharlik hukumat bu ahvolga qarata hech qanday inkas qaytarmagan. Uning tuqqani Uyg'ur bo'lganligi uchun mushu oqibatga qolganligini aytgan. Mustamlaka ustidan g'alaba qilish faqat siyosiy yoki harbiy jihatdagi ustunlik bilan ishga oshmaydi. Agar biz umumiy millatni, davlatning taqdirini chiqish qilgan iqtisod engini tiklay olmasak, iqtisodiy jihatda qulluqdan qutula olmaymiz. Siyosiy va harbiy jihatdagi g'alabani ta'min etish uchun iqtisod oldingi shartlardan biridir. Shunga mo'min sifatida isrofxo'rlik qilishga, kibrlanib, ko'ranglab ketishga haqqimiz yo'q. Mümin sifatida mashriqda bir müminning alqiniga kirgan ekanni biz ko'zimizga kirdi deb bilishimiz kerak. Bir mümin qarindishimizning ziyni uchun yuragimiz etishadigan, foydasi uchun xushallanadigan ro'y holatda bo'lishimiz kerak. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.